Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti an'anaviy har yili xalqqa va Oliy Majlisga murojaat bilan chiqadi. Mana shu so'nggi 2025-yil dekabr oyida Prezidentimiz tomonidan Oliy Majlis va xalqimizga qilingan murojaatda ta'kidlandiki, bugungi kun zamon talablari va atrof muhitda, xususan global va mintaqaviy jarayonlarda kechayotgan hodisalarni inobatga olgan holda hozirda amalda bo'lgan O'zbekiston 2030 strategiyasini takomillashtirish tashabbusi ilgari surildi. Albatta, bunda har doim bo'lgani kabi, ya'ni an'anaviy tarzda O'zbekistonda bilasiz, muhim strategik hujjatlarni qabul qilinishida avvalambor xalq bilan muhokama qilish, uni demak jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasini takomillashtirishni va uni tegishli maqsadli ko'rsatkichlarini xalq bilan ekspertlar, xususan mahalliy va xorijiy ekspertlarning fikr va mulohazalari bilan o'rtoqlashib, uni takomillashtirish vazifasi qo'yildi. Mana shu jarayon barchaga ma'lumki, bugungi kunda amalga oshirilmoqda va turli platformalar orqali, xususan O'zbekiston 2030.uz platformasi orqali yangi takomillashtirilgan strategiyaning muhokamasi demak bo'lib o'tmoqda. Strategiyani aynan 5-ustuvor yo'nalishi, ya'ni xavfsiz va tinchliksevar davlat tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirish yo'nalishida ham maqsadli ko'rsatkichlar joriy etilmoqdaki, mana shu demak 2030-yilga borib O'zbekistonning tashqi siyosati va mintaqaviy global xavfsizlik masalalari bo'yicha qanday chora-tadbirlar ko'rinishi va nimalarga erishishimiz kerakligi aynan maqsadli indikatorlar misolida ko'rsatib o'tildi. Demak, O'zbekiston 2030 strategiyasining 5-ustuvor yo'nalishi xavfsiz va tinchliksevar davlat tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirishning birinchi maqsadi yangi O'zbekiston tashqi siyosatini aynan xalq va davlat manfaatidan kelib chiqqan holda izchil amalga oshirishni nazarda tutadi. Endi amaldagi strategiyani mazkur bandini maqsadli ko'rsatkichlarida ko'plab bandlar, demak ko'plab vazifalar umumiy xarakterga ega, ya'ni aniq indikatorga, aniq sonlarga yo'naltirilmagan edi. Yangilanayotgan, demak takomillashayotgan O'zbekiston 2030 strategiyasida bo'lsa, har bir maqsad bo'yicha alohida indikatorlar, maqsadli ko'rsatkichlar belgilanmoqda. Xususan mana shu maqsadda ham, ya'ni O'zbekistonning tashqi siyosatiga oid birinchi maqsadda ham demak xalqaro maydonda, xususan xorijiy davlatlarda bilasiz, bugungi kunda O'zbekistonning faol diplomatiyasi, faol tashqi siyosati natijasida fuqarolarimizni turli maqsadlarda xorijiy davlatlarda demak faoliyat yuritayotganini guvohi bo'lmoqdamiz. Mana shu nuqtai nazardan ularga endilikda diplomatik va konsullik xizmatlarini amalga oshirishni samarali mexanizmni ishlab chiqish zarurati tug'ilmoqda. Bugungi kunda agar raqamlarga qaraydigan bo'lsak, demak tashqi siyosiy faoliyat olib borish jarayonida O'zbekistonning demak diplomatik va konsullik vakolatxonalari orqali xorijdagi taxminan 8,5 ming fuqarolarga demak konsullik xizmatlari ko'rsatilib kelinmoqda. Mana shu ko'rsatkichni 2030-yilga borib endi 100 ming nafarga yetkazish maqsad qilinmoqda. Albatta, bu maqsadga har bir yil, kelgusi 5 yil davomida ko'rsatkichlarni uzviy oshirib borish natijasida erishish maqsad qilingan. Bunda nafaqat an'anaviy mexanizmlar orqali, balki bugungi kunda ommalashayotgan yangi texnologiyalar, bu axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kabi yangi texnologiyalarni joriy etish orqali, demak, ya'ni raqamlashtirish orqali, demak, konsullik xizmatlarini ham sifat jihatdan, ham ko'lam jihatdan oshirish maqsad qilingan. Bundan tashqari bilasiz, O'zbekiston tashqi siyosatida, xususan bu demak ham konstitutsiyamizda, ham O'zbekiston 2030 strategiyasida bevosita belgilab qo'yilganki, O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bu demak Markaziy Osiyo mintaqasi hisoblanadi, ya'ni qo'shnilarimiz hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston 2030 strategiyasining demak 5-ustuvor yo'nalishi, ikkinchi maqsadi Markaziy Osiyoda o'zaro hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish ko'zda tutilgan va maqsadli ko'rsatkich sifatida esa takomillashayotgan strategiyada xususan qo'shni davlatlarning kamida 3tasi bilan mahalliy demak ID karta bo'ladimi yoki mahalliy pasportlarni tan olishga erishish ko'zda tutilmoqda. Ya'ni bu degani fuqarolarimizni qo'shni davlatlarda demak erkin harakatini ta'minlash. Bu demak ham oddiy fuqarolarimizni, biznes vakillarini nazarda tutadi. Bundan tashqari ushbu yo'nalishda, ya'ni O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan, Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida aynan 2030 strategiyasini demak maqsadli ko'rsatkichi sifatida o'zaro mintaqaviy
savdo hajmini 15 milliard AQSh dollariga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Demak, ta'kidlash mumkinki, takomillashayotgan O'zbekiston 2030 strategiyasini 5-ustuvor yo'nalishi va aynan Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan maqsadli ko'rsatkichlar bu nafaqat O'zbekistonning mintaqaviy siyosatini, balki xalqaro maydondagi obro'-e'tibori, imijini ham yuksalishiga xizmat qiladi va eng asosiysi barqaror rivojlanishga, inklyuziv rivojlanishga, aholimiz, fuqarolarimiz farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi.